Internetdan bir videoni ko'rib qoldim. Biz ayollar qizig'i boshdan o'tmagan narsani birovlarga maslahat bera oladi. Bemalol maslahat berib o'tiribdi. Videoni ko'rib ta'sirlandimmi, oxirigacha ko'rishga qiziqdim. Va oxirigacha ko'ray deb qarasam, bir ayol 4 ta ayolni olib, erlaringiz boshqa ayolni xohlasa qarshilik qilmanglar, ikkinchi ayol olaman desa qarshilik qilmanglar, olib beringlar, bu Allohning buyrug'i deya fikrlarni zaharlayotgan ekan. Yonidagi bir mard ayol dadilgina turib u ayolni sinab ko'rdi. Opajon, to'g'ri aytasiz, fikringizga qo'shilaman. Sizdan oqilona fikrlar chiqadi. Keling, sizni bir bag'rimga bosay. Qachondan beri shu gapni sizga aytaman deyman-u, lekin ayta olmayman, deya turib bag'riga bosdi. Opajon, anchadan beri men sizni kundoshingizman deb aytishdi, bilaman-u, shunday aytdi-ku, shunday yoqasidan oldi ayol. Maslahat bergan ayol yoqasidan oldida ko'tara olmadi. Kundoshlikni ko'tara olmadi. Lekin boshdan o'tmagan birovga maslahat berib o'tiribdi. Kim shunday xiyonatga uchragan? Kommentariyada yozib qoldiring. Fikrlarimizni bo'lishamiz. Ayol kishi xiyonatni kechiradi, lekin unutmaydi. Yurak tub-tubida qolib ketadi. Hech bir ayol eriga ikkinchi ayol olib berishni xohlamaydi. O'zi yagonasi bo'lishni xohlaydi. Lekin ba'zi bir erkaklar o'zini haloli turib, o'zini oshtirib, it tekkan oshlarga boradi.